Medet Sharipov. Xususiy tadbirkor. Biznesni boshqarish formulasi. Men Qozog'istondanman, ammo tug'ilgan joyim O'zbekiston. Ya'niki O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati Piskent tumani Aqto'be qishlog'ida dunyoga kelganman. 4-sinfgacha o'sha yerdagi 14-umumta'lim maktabida o'qidim. Oilamiz bilan 2006-yilda Qozog'iston Respublikasi Jambil viloyati Juali tumani Nurlikent qishlog'iga ko'chib keldik. 9-sinfgacha Nurlikent qishlog'idagi 5-maktabda Mixail Lomonosov maktabida o'qidim. Shu qishloqda 2022-yilgacha yashadim. Hozirgi kunda Turkiston viloyati Chimkent shahrida istiqomat qilaman. Qazaxtas kompaniyasiga asos soldim va bugungi kundagi faoliyatim beton mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotish. Oddiy oiladan, moddiy holati u qadar yaxshi bo'lmagan xonadondan chiqqanman. Hayotimdagi eng katta boyligim ota-onam va oilam. Bizda doimiy daromad manbai ham, ortiqcha boylik ham yo'q edi. Hatto ba'zi paytlarda ta'lim olish imkoniyati ham cheklangandi. Shunday sharoitda katta bo'ldim. Shuning uchun har narsaga o'z mehnatim bilan erishishga o'rganganman. Qiyinchiliklar menga sabr va mehnatsevarlikni o'rgatdi. Bugungi yutuqlarimning asosi ham shu. Tadbirkor bo'lish haqidagi orzu niyatimni yoshligimdan boshlaganman. Biroq vaqt o'tishi bilan tushundimki, haqiqiy boylik faqat moddiy dunyo emas. U bilimda, tajribada va insonlarga foyda yetkazishda namoyon bo'larkan. Pul topishni o'ylash, faqat pulgagina intilish xato edi. Bilim olish, ilmga intilish kerakligi, nafaqat biznesga yondashuvni, o'zimni ham o'zgartirish lozimligini anglab yetdim. Shu bois eng avval o'zimni rivojlantirishga, o'rganishga va atrofdagilarga yordam berishga ahamiyat qaratdim. Moliyaviy yutuq esa shu mehnatning natijasi sifatida keladi. Bu haqiqat. Ustozsiz esa mazkur jarayon ancha cho'zilib ketadi yoki inson maqsadga erisha olmay, aro yo'lda qolib ketadi. Ilhom Begimqulov bu borada men o'ylagan ustoz edi. Biznesni boshlaysiz, uni yurita boshlaysiz. Ammo rivojlantirish va muvaffaqiyatga erishishda sizga ustozning ko'magi kerakligini tushunasiz. O'zimga ustoz qidira boshladim. Ilhom Begimqulov hamda u kishining akademiyasi haqida eshitib, o'qishga qaror qildim. O'tmishim haqida yana shuni aytishim mumkinki, biznesga avvalo o'z qiziqishim va orzu maqsadlarimni amalga oshirish niyatida kirib kelganman. Ilk qadamlarimda katta tajribam bo'lmasa-da, o'rganishga bo'lgan intilishim kuchli edi. Turli ishlar qilib ko'rdim. Qishloqda yashab echki qildim, chorva boqdim. Qurilishda har xil ishlar bajaruvchi bo'lib ishladim. Shu orada o'qishga ham kirdim. Lekin kontrakt pulini to'lashga mablag'im yo'qligi sababdan o'qishni tashladim. Keyinroq davom etaman degan niyatim bor edi. Xullas, biznes boshlaguncha ofitsiant bo'lib ishladim. Yuk tashuvchi bo'ldim. Qurilishda ham mehnat qildim. Bugungi kunda beton mollari ishlab chiqarish va sotish bilan shug'ullanuvchi kompaniya egasi sifatida shuni aytishim mumkinki, yoshligimdan bu sohaga begona emasdim. Bruschatka, trotuar plitkalari ishlab chiqarish sexida 16 yoshimda brigadir bo'lganman. 5-6 yigitni to'plab, jamoa yig'ib ish boshlaganman. O'shandayoq menda javobgarlik hissi uyg'onib, qo'rquv ham yo'qola boshlagandi. Biznesmen jamoani boshqarish ko'nikmasiga ega bo'lishi, o'zi boshlagan biznes turida avval ishlagan yoki shu sohani o'rgangan bo'lishi kerak. Bu mendan misol. Katta orzularimdan biri bir kun kelib, bizda ham xorijdagidek ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi degan umid bor edi. Keyinroq oilamga moliyaviy yordam berish maqsadida Janubiy Koreyaga ishlashga ketdim. Turli ishlab chiqarish sohalarida mehnat qilib, tajriba orttirdim. 1,5 yil ishlab yurtimga qaytdim. Nihoyat ko'p urinishlardan, mashaqqatlardan so'ng o'zim orttirgan tajribalarimni hayotga tatbiq etish uchun ilk biznesimni kichik miqyosda bo'lsa-da boshlashga bel bo'ladim.
Oddiy bir g'oyani amalga oshirishga harakat qildim. Sababi menda katta mablag' ham, katta bilim ham yo'q edi. Faqat biznesimni boshlagandan keyin uni asta-sekin o'rganib, tajriba orqali yo'lga qo'ydim. Albatta, yo'lda turli to'siqlar va xatolar bo'ldi. Moliyaviy qiyinchiliklar, ishonchsizlik, noto'g'ri qarorlar. Boshqaruvning barcha qirlarini bilmas edim. Ya'ni menejment haqida tushuncham yo'q edi. Biroq shu qiyinchiliklardan saboq olib, olg'a intilishga harakat qildim. Har qulaganimda yana tura olib, matonat bilan mehnat qilish orqali bugungi kunga yetdim. Va shuning uchun biznes bo'yicha alohida maxsus ta'lim olishning zarurligini tushundim. Ustozim Ilhom Begimqulovning akademiyasida o'qishni tanlaganim sababi biznesni qanday to'g'ri yuritish, tizimli boshqaruvni o'rganish men uchun o'ta zaruratga aylangandi. Odam biznesni shunchaki o'z tajribalari orqali kengaytirishi, boshqarishi va o'sishi mushkul. Menda tajribali ustozlardan bilim olib, tadbirkorlikda uchraydigan qiyinchiliklarni yengish istagi kundan kunga ortib borardi. Ilhom Begimqulovning videolarini ko'rib, bu akademiyada albatta o'qishim kerakligini angladim va his etdim. Fikrimni kengaytirish, yangicha qarashlarni shakllantirish va ishimni yuqori darajada rivojlantirish imkonini qo'lga kiritishim kerak edi. Yanglishmagan ekanman. Akademiya tinglovchisiga aylanib, Ilhom Begimqulovdan saboq olganim sayin barcha maqsadlarimga erisha boshladim. Darslar boshlanishidan avval menda bir qator qiyinchiliklar va qo'rquvlar bor edi. Eng avvalo, yangi bilimlarni o'zlashtira olamanmi degan ishonchsizlik bo'ldi. Ba'zan dars mavzulari juda murakkab tuyulardi. Shuning uchun tushunmay qolamanmi deb xavotir olardim. Shuningdek, noto'g'ri javob berib qo'yishdan yoki boshqalardan orqada qolishdan ham cho'chirdim. Biroq akademiyada Ilhom Begimqulovdan saboq olar ekanman. Avvalgi ikkilanishlar va cho'chishlar bir zumda tarqab ketdi. Yana bir qiyinchilik vaqtni to'g'ri tashkil qila olmaslik edi. Barcha topshiriqlarni o'z vaqtida bajarib ulgurish qiyin tuyulardi. O'zimga ishonchsizlik va hayajon hissi ham menga to'siq bo'ldi. Ammo shuni xursandlik bilan ayta olamanki, Ilhom Begimqulov o'tgan dars jarayonlaridagi eng ta'sirli bo'lgan on men uchun biznesni boshqarish, menejmentining umumiy formulasini tushunib olganim bo'ldi. Ilgarilari barchasi juda murakkabdek ko'rinardi, lekin ustozning tushuntirishi orqali uning aniq tizimlari borligini angladim. Ha, bir qarashda biznesni boshqarish juda murakkab ko'rinadi. Hammasi ko'plab odamlarga, ishlarga, bosqichlarga, vaziyatlarga, vaqtlarga bog'liq. Biroq Ilhom Begimqulovdan biznesni boshqarish menejmenti formulasini o'rganganimdan keyin hammasi bitta yagona formula ekanini, murakkablik va chalkashlik yo'qligini ko'rdim. Akademiyada o'qimaganim va biznes bo'yicha yetarli bilimim yo'qligi uchun menga sirtdan shunday murakkab ko'ringan ekan. Ushbu formulani o'zlashtirgandan keyin biznes yuritish faqat nazariya emas, balki aniq tizimga asoslanishiga to'liq amin bo'ldim. Natijada fikrim kengaydi va kelgusidagi ishlarimda katta yordam berdi. Eng avvalo, biznesimdagi marketing aniq ishlay boshladi. Avval faqat g'oya sifatida bo'lgan nazariy rejalar real hayotda amalga oshdi. Sotuv bo'limini tuzdim. Buyurtma va mijozlar soni ortib bordi. Ishlab chiqarish hajmi ham ko'payib, avvalgidan ko'ra tizimli yo'lga qo'yildi. Shuningdek, kirim-chiqim hisobini kuzatib boruvchi tizimni joriy etdim. Bu menga har bir xarajat va daromadni aniq ko'rishga, ortiqcha xarajatlarni qisqartirishga yordam berdi. Barcha bo'limlarning taxminan 70% avtomatlashtirdim. Bu xodimlarning vaqtini tejab, ish samaradorligini oshirdi. Yana bir muhim o'zgarish, mensiz ham biznes yuritish darajasiga asta-sekin yaqinlashmoqdaman. Hozir harakatdaman. Jamoaga ko'proq mas'uliyat berib, boshqaruvni tizimli yo'lga qo'ymoqdaman. Bu menga o'zimni rivojlantirish va yangi imkoniyatlarni o'rganishga vaqtimni sarflash imkonini bermoqda. Umuman olganda, darslardan keyingi eng katta yutug'im biznesimni tizimga qo'yib, barqaror
va samarali ishlaydigan darajaga olib borish yo'lida aniq qadamlar qo'ydim. Ilhom Begimqulov ustoz sifatida meni eng avvalo o'z tajribasi va oddiy tushuntirish qobiliyati bilan ilhomlantirdi. U kishi nazariyani hayotiy misollar bilan bog'lab bergani uchun har bir dars yengil va tushunarli tarzda o'tdi. Eng ta'sir qilgani ustozning intizomi va mas'uliyati edi. Har doim aniq, tizimli so'zlab, harakat qilsang natija bo'ladi degan g'oyani singdirdi. Shu orqali men ham ishchanlikka, vaqtni qadrlashga va olg'a intilishga motivatsiya oldim. Mening fikrimcha, har bir tadbirkor albatta Ilhom Begimqulov akademiyasiga kelib tahsil olishi kerak. Chunki bu yerda faqat nazariya emas, balki aniq tajribaga asoslangan bilim beriladi. Darslar juda tushunarli, hayot bilan bog'liqlab tushuntiriladi. Shuning uchun olingan bilimni darhol amaliyotda qo'llash mumkin. Xullas, biznesimdagi katta o'zgarishlar aynan shu akademiyada o'qiganimdan keyin amalga oshdi. Tizim qurishni o'rgandim. Sotuv va marketingni yo'lga qo'ydim. Boshqaruv usullarini anglab yetdim. Shuning uchun boshqa tadbirkorlarga ham maslahatim: vaqtni boy bermang. Akademiyaga kelib o'qing. Bu bilim har bir insonning biznesini yangi bosqichga ko'taradi, ishini osonlashtiradi. Bu o'zimdan misol. Ilhom Begimqulov akademiyasida o'qish orqali kelajakdagi maqsadlarimga yaqinlashdim. Darslar jarayonidayoq biznesimni tizimga qo'yishni, har bir bo'limni to'g'ri boshqarishni va vaqtdan unumli foydalanishni o'rgandim. Olgan bilimim tufayli endi faqat orzu qilish emas, balki aniq qadamlar tashlayapman. Maqsadga erishish uchun nimalar qilish kerakligini anglab, rejamni belgilab oldim. Eng asosiysi, menda ishonch paydo bo'ldi. Ya'ni, maqsadlarimga oldingidan ham yaqinlashdim. Fikrimcha, Ilhom Begimqulov akademiyasida o'qimagan odamlar ko'pincha biznesini tizimga qo'ya olmay qiynaladi. Ular kirim va chiqimni aniq nazorat qila olmaydi. Shuning uchun ortiqcha xarajatlar ko'payadi. Marketing va sotuv to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi uchun mijoz jalb qilish ham qiyin kechadi. Akademiyada o'qimagan tadbirkorlar barcha ishlarni o'z qo'li bilan qilishadi va jamoaga ishonch bera olmaydi. Ular ishning boshida faqat o'zim turishim kerak. Bu mening biznesim, mening mulkim. Men jon kuydirmasam, boshqalarga ishonch yo'q deb o'ylashadi. Natijada biznesmenga vaqt yetmaydi. Biznes esa egasisiz yurmaydi. Axir, siz bo'lmasangiz ham biznesingiz davom eta olsa, bu barcha ishlar haqiqiy yo'lga qo'yilganini anglatadi. Aks holda dam olishga chiqqaningizda ham telefoningiz tinmaydi. Har bir ishni bajarishda xodimlarga tayinlayverib, esingiz ketadi. Ilhom Begimqulov akademiyasida esa ana shu xatolarni tuzatib, biznesni to'g'ri yo'lga qo'yishni o'rgandim. Ilgari hamma ishni o'zim qilar. Hisob-kitoblar tizimsiz edi. Marketing ozgina ishlasa, sotuv bo'limi umuman yo'q edi. Hammasini hal qildim. Hozirda marketing to'xtovsiz ishlamoqda. Sotuv bo'limi faoliyat yuritib turibdi. Ishlab chiqarish hajmi oshdi. Kirim-chiqimni kuzataman. Jarayonlarni avtomatlashtirdim. Biznesim tizimli ish faoliyatiga aylanib, daromadim barqarorlashdi. Men uchun akademiya va ustoz Ilhom Begimqulov katta maktab va yo'lboshchi. Bu yerda men faqat biznes yuritishni emas, balki o'zimni rivojlantirishni, fikrimni to'g'ri tashkil qilishni va vaqtni qadrlashni o'rgandim. Akademiya shaxsiy rivojlanishimda katta o'rin tutdi. Avval ishonchsiz bo'lgan holatlarimda aniq qadamlar tashlay boshladim. Kelajakka aniq maqsad bilan qaraydigan bo'ldim. Men uchun muvaffaqiyat hayotda o'z oldimga qo'ygan maqsadlarimga yetish, yaqinlarimni xursand qilish va o'zimni rivojlantirish. Hozir men uni kichik qadamlar orqali his qilyapman. Har bir oddiy yutuq men uchun kelajakdagi katta muvaffaqiyatning bir qismi. Agar vaqtni orqaga qaytara olganimda, ba'zi xatolarni takrorlamaslikka harakat qilardim. Lekin o'sha xatolarning o'zi ham menga hayotiy saboq bo'ldi. Shuning uchun ko'p narsani o'zgartirishni istamas edim. Faqat o'zimni ertaroq ishonchliroq
va jasur qadamlar tashlashga o'rgatgan bo'lardim. Agar bittagina maslahat berish imkoni bo'lsa, boshqa tadbirkorlarga hech qachon taslim bo'lmang, der edim. Biznes yo'lida qiyinchiliklar ko'p bo'ladi, ammo har bir qiyinchilik yangi tajriba va o'sish imkoniyatidir. Maqsadga ishonch bilan intilib, mehnat qilsangiz, natija albatta keladi. Xulosa, Medet akaning eng katta xatosi u biznes egasi emas, balki o'z kompaniyasining eng ko'p ishlaydigan xodimi edi. Ishlarni birovga ishonib topshirishdan qo'rqar, nazoratni yo'qotishdan cho'chir edi. Lekin biz akademiyada unga boshqaruv formulasini o'rgatdik. U tushundiki, biznes bu o'yin emas, balki aniq matematik tizim. Natijada u ish jarayonining 70% avtomatlashtirdi va o'zini operatsiyonkadan ozod qildi. Sizga maslahatim: agar ta'tilga chiqqaningizda telefoningiz tinmasa, demak sizda hali biznes yo'q. Sizda shunchaki ish joyi bor xolos. Hamma yo'qni yo'lkangizda ko'tarmang. Tizim quring va jamoaga suyanishni o'rganing. Haqiqiy o'sish erkinlikda.